Canlı ekmesine vararsın mı? Allah. Ha? Ama yok tanış bir şekilde. Bular meni hamqishloqlarim, ustozlarim bo'ladi yana. Men bularni olmasdan, bularni hay qilmasdan kimni olaman? Bir şey de koymam mı? Aa yaşa. Nasıl tavuklar? Çok da var öyle. Aslıhan'da pataha. Yemekler mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Shunchalik taomlarni yegizdirding, choylarni ichkizdirding, ibodatga quvvat olsin. Xonadonlarimizda islom chirog'i qiyomatda o'chmasin. Yurtimiz tinch, hayotimiz farovon bo'lsin. Osmondan, yerdan kelayotgan baloyi ofatdan saqlab, to'kilmasdan, sochilmasdan yaxshi amallarni qilib yurg'uraylik. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Parvardigorim, o'qilingan tilovati Qur'onni dargohingda qabul aylagan. Bu jamoatimiz tomonidan yozilingan shukrona ihsonlarni dargohingda qabul aylagan. Ya Robbi, o'qilingan tilovati Qur'on, hatmi sag'iralarimiz, mavludi shariflarimiz, hosil bo'lgan savoblar avvalo butun olamlarga rahmatan lil alamin suyukli payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruhlariga, azvoji mutahharat va tabi'a tobein, mashoyixon ro'izamin, ustozi shariat, pironi tariqatlarimiz, atrof mazoratimizda qo'nim topib bugun bizlardan duo umidvor bo'lib o'tib ketgan kalimago'y mu'min va mu'minalar, muslim va muslima, g'aribi g'urabbolar, shahidi shahodalar, u aziz avliyolarimiz, alarsiz ittog'ayni so'fatamiz ruhlariga fisabillah hadoylaring. Ya Robbi, rahmatingga ol, oxiratlarni obod, muhosabalarni oson ayla. Kalomingda barakoti, jamoatimizni shukrona ihsoni sababidan hammalarini Allohim umrlariga, rizqlariga barakot bergan. Uzoq umr, tani, sihatlik ato aylagan. Shunday bir chiroyli
mo'tabar yoshda hammalari doimo har sohada kelajak avlodimiz uchun, farzand va nabiralar uchun har sohada o'rnak bo'lishligini Xudoyo bularga nasib etsin. Bu oqsoqollarimiz, bobolarimizni hammalarini Alloh umrlariga, rizqlariga barakot bergin. Bular tarafidan o'tgan umidvor bo'lgan umidvorlarni rahmating ila oxiratlarni obod ayla. Kalomingda barakoti, ihsonlarning sababidan hammalarni umriga, rizqiga barakot ber. Xonadonlarini obod, farzandlarini baxtli, saodatli. Safarda yurganlarga Alloh o'zing nusrat ber. Bemorona ahli islomlarni Allohim bemorliklariga shifo ber. Qarzdorlarga Alloh najot ber. Hojatmandlarni hojatlarini ravon, mushkuli bolalarni mushkullarini oson aylagin. Yoshlarimiz ilm talib bo'lib turishdi, diniy, dunyoviy olim bo'lsin. Oliy dargohlarga o'qishlarga kirib, jamiyatimizga, yurtimizga, xalqimizga xizmatlar qilishingni Alloh o'zing nasib etsin. Baxtli, saodatli hayot so'rab duo so'ragan kelajak avlod yoshlarimizga Allohim baxtli, saodatli hayot nasib etsin. O'g'il qiz farzand talabida bo'lganlar, Alloh qalbi dillarimizda ezgu maqsadlarimiz bor. Zurriyot avlodlarni da'vochilardan o'g'il qiz farzandlarni Allohim o'zing ato aylagin. Bobo dehqonlarimizni dehqonchiliklariga, tijoratdagilarni tijoratlariga, ziroat va kasb kamolotiga Robbim barakotlar ato ayl. Allohumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohu akbar. Shu buxotirimiz Abdumutalga ham qo'shib bir duo qilinglar ha. Parvardigoro, bu Abdumutal hojatamni umrlariga, rizqlariga barakot bergin. Bulardan umidvor bo'lib o'tganlarni Allohim rahmatingga olgin. Tani sehatliklariga ziyodalik ber, kuch-quvvat, shijoat, g'ayrat, himmat ber. Shu jamoatni doimo yaxshilik yo'lida yo'lboshi bo'lishlikka Alloh o'zing yordamchi bo'lgin. Bizlarga shirin taomlar pishirgan, dasturxonlar tuzagan, harakat va harajat va xizmatda bo'lganlardan Robbim rozi bo'lgan. Ularga ham dunyo va oxirat yaxshiliklardan Alloh nasib etsin. Uzoq yaqindan qadr qilib kelgan qadrdonlarimiz, har birlarimizni Allohim ziyoratlarimizni ham qabul, murodlarimizni ham hosil, xonadonlarimizni ham Allohim o'zi obodsin, dunyo va oxirat yaxshiligidan ato qilsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat. Bir duo qilib qo'yinglar shu. Parvardigor olam, bo'g'roqamiz yonida xizmatida turgan hammalardan Allohim rozi bo'lgan. Qalbni, dilimizni Alloh eshituvchi, ko'ruvchi bo'luvchi zot. Nima niyati bo'lsa Alloh niyatidan ko'ra ham oliyrog'ini, oilasiga o'zgina manfaatlisini, yaxshiliklarni Alloh ato qilsin, yomonlikdan Alloh panoh bersin. Yana bir qizimiz 10 ta non ihson qildi. Buni ham duo qiling. Sohib ihsonlar bildirib, bildirmasdan qilingan ihsonlar. Ana shu sohib ihson qizimizni ham Alloh qanaqa niyati bo'lsa niyati yetsin. Xonadonlarni obod, baxtli hayot bergin. O'zingdan o'zgaga muhtoj bo'lma.